Assalomu alaykum. Efirda yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar taqdimoti bilan Nigoh informatsion dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Sarvara Tojiyeva. Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi Surxondaryo viloyati hududiy bo'linmasi tomonidan Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti karyera markazida demokratik jarayonlarda yoshlar ovozi fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik imkoniyatlari mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Hozir shu haqda. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining Surxondaryo viloyatidagi vakili, Adliya boshqarmasi mutasaddilari, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti professor o'qituvchilari va talabalari, shuningdek ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Davra suhbatida BMT Bosh Assambleyasining 2007-yildagi rezolyutsiyasiga asosan 15-sentyabr Xalqaro demokratiya kuni demokratik jarayonlarga e'tiborni kuchaytirish va jahonda demokratiya holati yuzasidan xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida belgilanganligi ta'kidlandi. Shuningdek, konstitutsiyada aks etgan asosiy tamoyillar O'zbekistonning suveren, demokratik va huquqiy davlat sifatidagi maqomi, insonning hayoti, erkinligi va sha'ni oliy qadriyat sifatida e'tirof etilgani alohida qayd etildi. Tadbir davomida demokratik jarayonlarda xalqning ishtiroki, fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik, yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish, ularning g'oya va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Shu bilan birga O'zbekistonning xalqaro maydondagi faol ishtiroki haqida ma'lumot berildi. Xususan 2024-yil 29-may kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi shtab-kvartirasida bo'lib o'tgan saylovda mamlakat vakilining tarixda ilk bor inson huquqlari qo'mitasi a'zoligiga saylanishi muhim voqea sifatida e'tirof etildi. Ishtirokchilar fuqarolik jamiyati institutlari davlatdan mustaqil ravishda faoliyat yuritib, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, jamiyat demokratiyani mustahkamlash va aholi manfaatlariga xizmat qilishdagi ahamiyatini qayd etishdi. Yakunda soha vakillari, ekspertlar hamda talaba yoshlar demokratiya va fuqarolik jamiyati bilan bog'liq dolzarb masalalar yuzasidan fikr va takliflarini bildirdi. Yurtimizda xotin-qizlarning tadbirkorlikdagi ishtiroki tobora ortib bormoqda. Davlatimiz tomonidan ularning biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, yangi imkoniyatlar eshigini ochish uchun keng sharoitlar yaratilmoqda. Ana shunday tashabbuslardan biri Hamroh loyihasi hisoblanadi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. 2024-yilda tashkil etilgan Hamroh kompaniyasi ayollarning biznesini moliyaviy, ta'limiy va konsalting jihatdan har tomonlama qo'llab-quvvatlamoqda. Kuni kecha loyiha doirasida 2 oylik trening dasturi yakuniga yetdi. Ushbu treningda 15 nafar tadbirkor ayol biznesning 8 ta muhim yo'nalishi bo'yicha bilim va tajriba orttirishdi. Treningni xalqaro biznes murabbiylari olib borishdi. Сейчас в государстве идет очень большая такая программа по поддержке женского предпринимательства. Hozirgi kunda yurtimizda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yirik dastur amalga oshirilmoqda. Mazkur dastur hamkor kompaniyasi tomonidan amalga oshirilib, unda ishtirok etgan xotin-qizlar zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldilar. Shuningdek, ular 1,5 yil davomida maslahatlar olish, turli bosqichlar va tadbirlarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Dastur doirasida 2 oylik o'quv mashg'ulotlari ham turli shakllarda davom etmoqda. Ishonchim komilki, bu imkoniyatlardan Surxondaryo, xususan Termizdagi ayollar ham samarali foydalanadilar. Chunki hududimiz markaziy viloyatlardan ancha uzoqda joylashgani sababli yaxshi o'quv dasturlari unchalik ko'p emas. Shu bois ushbu dastur va Savdo-sanoat palatasi hamkorligida bizning yurtimiz ayollariga shunday imkoniyat yaratilgani uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ishonchimiz komilki, dastur o'zining yaxshi samarasini berib, xotin-qizlarimiz tadbirkorlikda yangi marralarni zabt etishlariga xizmat qiladi. Что она даст очень хорошие результаты. Hamroh dasturining asosiy yo'nalishlari biznesni rivojlantirish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash, xalqaro hamkorlikdagi ta'lim dasturlari va mentorlik xizmatlari sanaladi. Moliyaviy yordam doirasida xotin-qizlarga 1,5 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar ajratilib, 70% gacha davlat kafolati taqdim etiladi. Bundan tashqari xalqaro moliya institutlari ko'magida 100 million dollargacha qo'shimcha resurs jalb etilishi ham rejalashtirilgan. Ayollarni tadbirkorlikka yo'naltirish markazi 2 oylik kursga o'qidik va bu kursga men qatnashganimdan juda ham xursandman va mamnunman. Yangi kursdoshlar bilan tanishdim, o'zimga o'rtoq do'stlar orttirdim va o'zimni malakamni tadbirkorlik yo'nalishida yanada ham oshirdim. Men bu dasturga qatnashganimdan sababchi ustozlarimdan Gulnor opa va Marhaba ustozim juda ham xursandman. Bunday dasturlar yanada ko'proq bo'lsin. Davlatimizga, kattaxon prezidentimizga rahmat aytaman. Ayollarga mana shunday imkoniyatlar yaratgandan bugungi men juda ham xursandman.
Ta'kidlash joizki, ta'lim yo'nalishida ayollar xalqaro standartlar asosida biznes boshqaruvi, moliyaviy savodxonlik va marketing sirlarini o'rganmoqda. Shuningdek, mentorlik orqali ular muvaffaqiyatli tadbirkorlardan maslahat olish, keng tarmoqqa qo'shilish va biznesini tezroq rivojlantirish imkoniga ega bo'lishadi. Bugungi tadbirda ta'lim dasturini muvaffaqiyatli tugatgan xotin-qizlar nafaqat sertifikat, balki o'z biznesini yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Bu yerda biz tadbirkorliklarni qanday yuritish, bularni rivojlantirish haqida axborotlar oldik, ustozlarimizdan maslahatlar oldik. Bizni mana shuncha tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlab turgan birinchi navbatda yurtboshimizga rahmat. Biz qishloqdagi ayol tadbirkorlar bu treningdan olgan hamma bilimlarimizni Xudo xohlasa qishloqdagi tadbirkorligimizni rivojlantirishga sarflaymiz. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Hamroh dasturi mamlakatimizda xotin-qizlarning tadbirkorlik salohiyatini oshirish, ularni biznesda yangi bosqichga olib chiqishda muhim o'rin tutadi. Loyiha doirasida berilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash, zamonaviy ta'lim dasturlari va mentorlik xizmatlari orqali ayollar o'z g'oyalarini amalga oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa yurtimizda gender tengligi, tadbirkorlik muhitining rivoji va jamiyat farovonligini ta'minlash yo'lidagi yana bir qadamdir. Bugun tibbiyot sohasida yuz berayotgan islohotlar avvalo malakali kadrlar tayyorlashga qaratilgani bilan ahamiyatli. Shu maqsadda yurtimizda turli yo'nalishlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega shifokorlarni tayyorlash jarayoni yangi bosqichga ko'tarildi. Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tibbiyot fakulteti ham Surxon vohasi yoshlar uchun zamonaviy bilim va tajriba maktabiga aylanib bormoqda. Bugungi kunda tibbiyot sohasi taraqqiyotining asosiy omillaridan biri malakali mutaxassislar tayyorlashdir. Shu jihatdan Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tibbiyot fakulteti Surxon vohasi yoshlari uchun haqiqiy bilim va tajriba maskaniga aylanib bormoqda. Bu universitetda biz uchun yaratilgan sharoitlarni ko'rib, to'g'risi boshida hayron qolganman. Hozirgi yoshlar uchun bunchalik keng ko'lamli foydalanish uchun kerak bo'lgan narsa juda ko'p. Biz har bir darsimizni, amaliyotimizni qiziqarli tarzda olib o'tamiz. Chunki bizning universitetimizda yaxshi domlalar bor, yaxshi ustozlar bor. Har bitta ma'ruza, har bitta amaliy dars biz uchun juda muhim va qiziqarli bo'lib o'tadi va bu jihatdan men kelajakda odamlarga yanada ko'proq yordam bera olaman deb o'ylayman. Bizning universitetimizning eng afzal tomonlaridan biri bu poliklinika va klinik bazaga ega. Har bitta muolajaxonalarimizda bizga kerakli bo'lgan narsalar to'g'ridan-to'g'ri beriladi. Amaliyotimiz to'g'ridan-to'g'ri olib boriladi. Anatomiya, fiziologiya, histologiya kabi fanlarni o'rganishimiz uchun maxsus xonalar bor. Har bir xonaning o'zining maxsus jihozlari, maxsus kiyimlarigacha bor. Hammasi bizga qiziqarli o'tish uchun. Fakultetda hozirda 8 ta kafedra faoliyat yuritmoqda. 4000 nafardan ortiq talabalar stomatologiya, pediatriya ishi, davolash ishi, farmatsiya, biologiya kabi yo'nalishlarda tahsil olishmoqda. Talabalarga malakali professor o'qituvchilar saboq berishmoqda. O'qituvchilarning 10 nafarga yaqini ilmiy darajaga ega bo'lgan bo'lsa, yana 20 nafari hozirda faol ilmiy izlanishlar olib borishyapti. Eng muhimi, ularning ilmiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida universitetda keng imkoniyatlar yaratilgan. Bizlar bu yerda stomatologiyaning kirish sohasi, stomatologiya haqidagi tushunchalar va ularga o'tkaziladigan amaliyotlar haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Va bularga hozirgi kunda bemorlar bilan ishlash taktikasi, ularga to'g'ri ishlash va bemorlar bilan qanaqangi o'tkaziladigan muolajalarda to'g'ri usullarni qo'llash va tish karies kasalliklari va ularni charxlash bosqichlari haqida amaliyotlar o'tkazib boramiz. Katta kurs talabalarimiz esa ular hozirgi kunda klinik bazalarda ular уже to'g'ridan-to'g'ri bemorlar bilan ishlash jarayoniga o'tgan, yangi yengil amaliyotlar bajarish, anesteziyalar qilish yoki tishlarning kanallarini ochish, shunaqangi bosqichlar hozir dars jarayonlarida o'tkazib bormoqdalar. Birinchi kurs talabalarimizga hozirgi kunda tish karies kasalliklari haqida ma'ruzalar o'qib berildi va hozirgi kunda ularni to'g'ri charxlash haqidagi amaliy mashg'ulotlar o'tkazib borilmoqda. Bugun Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tibbiyot fakulteti nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ham e'tirof etilmoqda. Fakultetda talabalarning zamonaviy tibbiyotdan bilim olishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Masalan, stomatologiya yo'nalishi talabalari xorijdan keltirilgan uskunalar bilan jihozlangan laboratoriyalarda amaliy mashg'ulotlar olib borishadi. Birinchi yordam ko'rsatish va anatomiya fanini mukammal o'rganish uchun mulyajlar bilan ta'minlangan xonalar ham mavjud.
Bu talabalarning bilimni amaliyot bilan uyg'unlashtirishiga katta yordam beradi. Mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda fakultetning bir guruh iqtidorli talabalari Turkiyadagi Istanbul Medipol universiteti hamda Medipol klinikasida malaka oshirib qaytishgani ular uchun zamonaviy tibbiyotni o'rganishda yangi qadam bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mana Turkiya bilan bo'layotgan munosabatlarimiz doirasida bizni iqtisodiyot va servis universitetini tamomlagan mutaxassislarni diplomini mana shu Turkiya davlati tan olishiga erishganimiz ham mana shu aloqalarimizni namunasi sifatida e'tirof etsak bo'ladi. Samarqand davlat tibbiyot instituti va Buxoro davlat tibbiyot institutlarida o'tkazilgan xalqaro miqyosdagi talabalar fan olimpiadalariga juda katta kollektiv bilan ishtirok etdik va o'ziga yarasha muvaffaqiyatlarga erishdik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yosh bo'lsa-da bizni Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tibbiyot fakulteti talabalari, professor o'qituvchilari olib borayotgan ishlar butun respublikamiz tibbiy ta'lim tizimida o'zini mustahkam o'rnini topib bormoqda. Aytish kerakki, hozir fakultetimizda 10 dan ortiq fan nomzodlari, fan doktorlari faoliyat olib borayotgan bo'lsa, yoshlarimizdan 20 dan ortiq yoshlarimiz o'zini ilmiy mavzulari ustida mustahkam ishlab borishyapti va bu o'ylaymanki, yaqin 6 oy 1 yilning ichida bu ilmiy darajalar soni yana karrasiga oshib boraveradi. Bugun Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tibbiyot fakultetida o'qiyotgan har bir talaba ertangi kunda vatanimiz tibbiyoti ravnaqiga munosib hissa qo'shadi. Qarorlar ijrosi har qanday holatda ijro etiladi. Majburiy ijro byurosi organlarida sud qarori bilan javobgarlarni uydan chiqarish yoki kiritish, voyaga yetmagan farzandlarni ota yoki ona tarbiyasiga olib berish, noqonuniy qurilmalarni buzish kabi murakkab turdagi ijro ishlari amalga oshiriladi. Albatta, bu jarayonlarni amalda ijro etish biz o'ylaganchalik oson ish emas. Buni hozirgi lavhamizdan ham ko'rishingiz mumkin. Yer davlat mulki, u qonun bilan muhofaza etiladi, ammo oramizda davlat yerini o'zboshimchalik bilan o'zlashtirmoqchi bo'lganlar ham uchrab turibdi. Ana shunday holatlardan biriga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Muzrabot tumanida istiqomat qiluvchi Sobir Mirzayev tumanning Shodlik mahallasi hududida joylashgan eski futbol maydoni, ya'ni hokimiyatga qarashli zaxira yer maydonini o'zboshimchalik bilan tasarruf etishga kirishadi. Buning uchun fuqaro Mirzayev yerga egalik qilish huquqini olmasdan 250 kvadrat metr yer maydonida 3 xonali imorat qurishni maqsad qiladi. Aslida bu joylarda aholining talabidan kelib chiqib turar joy majmualarini qurish rejalashtirilgan. Shu sabab Sobir Mirzayevning noqonuniy qurilish ishlari aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Mazkur holat qonun doirasida o'rganib chiqildi va noqonuniy deb topilgan qurilish ishlari sudning qarori asosida to'xtatildi. Byuroning tuman bo'limi tomonidan majburiy ijro harakatlari olib borildi. Davlat ijrochilarining sa'y-harakatlari natijasida ushbu noqonuniy qurilma maxsus texnika yordamida to'liq bartaraf etildi. Ayrim fuqarolarning yerdan foydalanish huquqi bo'lmasa-da, o'zboshimchalik bilan egallab olgan yer maydonlari hamda noqonuniy qurilmalarni bartaraf etish borasida Majburiy ijro byurosi, Surxondaryo viloyat boshqarmasi organlari tomonidan ijro harakatlari olib borilmoqda. Joriy yilda mazkur toifadagi 126 ta sud hujjatlarining ijrosi ta'minlanib, yer maydonlari undiruvchilarga qaytarilishi ta'minlangan. Bundan tashqari, magistral gaz quvurlari himoya zonasida o'zboshimchalik bilan qurilgan 2 ta noqonuniy qurilmalar ham bartaraf etilishi ta'minlandi. Unutmaslik lozim, Majburiy ijro byurosi davlat ijrochilari har qanday holatda sud qarori asosidagi ishlarning ijro etilishini ta'minlaydilar. Qonun esa barchaga barobardir. Aholi vakillari asossiz vaj va o'rinsiz e'tirozlarga barham berilganidan mamnunlar. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligining xabar berishicha 17 sentyabr kuni Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shimol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 25-30 gradus bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.